Assalomu alaykum hurmatli jamoat. Bugun juma kun. Juma namozingizlar qabul bo'lsin. Qarasuv rayonuna qarashli Papan ayılında el Mostovoy chiqib jumadan. Aroqni satuga tiyu solib, qamoqlardan satib olib, mana deb joq qilib o'tadi inshaalloh. Mana jamoat masjiddan bordig'i chiqib, aroq satgan qamoqlarni qidirib, satib olib o'tadi el. Şunu uğup görgönler, arak taşıp yegenler kapı ol bağlamı gelsenlerçi. Maşınanlardı talqalap, el jön koyboyuz dep atat. Arak satkanlar gelbegile, buna aytip joq kılıp otabız. Arak satgan maşinalar ham bormaydi. O'sha yerda qarmash kerak o'sha ne? Buna aytip qamoqqa qamoq qidirib satib olib otabız inşallah. Damlalar, yaşlar, bardık var inşallah. Manaka tuğandar. Bir kuş kamaktan şunca topta oldu. Daha bir 2-3 yerge var ağız, Xudo xolasa.